Assalomu alaykum. To'g'ri shashlik eng injiq go'sht, ammo to'g'ri yondashuv bilan u shunday chiqadiki, qayta yegingiz keladi. Shashlik bu sabr, lazzat va his qilishdir. Bugun tovuq filesidan sizga haqiqiy farqni ko'rsataman. Avval go'shtni bir xil bo'laklarda to'g'raymiz. Keyin 2 marta suvda yaxshilab chayib olamiz. Ortiqcha hid va qonni yuvib tashlaymiz. Keyin piyozni mayda qilib to'g'rab, go'shtga qo'shamiz. Bu go'shtni shirador, yumshoq qiladi, lekin ko'p solinsa hidi bosib qoladi. Sarimsoq shashlikka tabiiy xushbo'y hid o'tkirlik beradi. Ayniqsa tovuq go'shtida eng yaxshisi ezilgan yoki mayda to'g'rilgan holda boshqa ziravorlardan oldinroq solish. Ezilgan kashich va paprika ikkalasi go'shtga iliq hid, yoqimli rang beradi. So'ng tuz, murch, koreska tuzni birdan solamiz, lekin me'yordan oshirmang. Aks holda go'sht suvini chiqarib yuboradi. Hammasini bir maromda aralashtirib 5 daqiqa dam beramiz. Endi ozgina soya yog' solamiz. Bu lazzatni kuchaytiradi, lekin ko'p solinsa go'shtda tabiiy ta'mini yutib yuboradi. Pista yog'ini ham qo'shamiz. Shashlikni pishirayotganda go'shtni ushlamaydi. Yog'li qobiq hosil qilib, ziravorlar ta'mini ushlaydi. Ammo ortiqcha yog' shashlikni yog'li qilib yuboradi. Oxirida mayonez. Bu sirli nuqta. Ta'mni ochadi. Mayonez go'sht ustiga yupqa qobiq hosil qilib, tashqi ko'rinishi chiroyli qiladi. Ko'p qo'shsangiz shashlik og'irlashishi mumkin. Marinamatimiz 2 soat dam oladi. Mana shu jarayon shashlikning haqiqiy yarmi. Qolgan yarmi olovda boshlanadi. Bu retseptni sizlarga tavsiya qilaman. Go'shti yumshoq, shirador va ta'mi boy bo'ladi. Har bo'lagida suv saqlagan. Do'stlar va oilangiz davrasida baham ko'ring. Farqini darhol sezasiz.